Hukumat qarori bilan mahalliy ishlab chiqarilgan tovar to'g'risidagi sertifikat yoki ekspert xulosasini rasmiylashtirish bilan bog'liq xarajatlarni qoplab berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga ko'ra 2025-yil 27-maydagi 193-son qarorga muvofiq O'zbek ekspertiza aksiyadorlik jamiyati tomonidan mebel va yog'ochsozlik mahsulotlari mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilganini aniqlash bo'yicha to'lov undirilmasdan ekspertizadan o'tkaziladi. Shuningdek, mahalliy ishlab chiqarilgan tovar to'g'risidagi sertifikat yoki ekspert xulosasi rasmiylashtiriladi. Savdoni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan mahalliy ishlab chiqarilgan tovar to'g'risidagi sertifikat yoki ekspert xulosasini rasmiylashtirish bilan bog'liq xarajatlar sertifikat yoki ekspert xulosasining amal qilish muddati davomida bir marta qoplab beriladi. Vakolatli organ mahalliy ishlab chiqarilgan tovar to'g'risidagi sertifikat yoki ekspert xulosasini rasmiylashtirish bilan bog'liq xarajatlarni kompensatsiya qilib berish uchun kompaniyaga har hafta yakuni bilan tegishli ma'lumotlar ko'rsatilgan reyestrni taqdim etgan holda murojaat qiladi. Bunda vakolatli organ tomonidan reyestr kompaniyaga elektron platforma orqali yuboriladi. Vakolatli organning kompensatsiya olish bo'yicha murojaati kompaniya tomonidan murojaat kelib tushgan sanadan boshlab 7 ish kuni mobaynida ko'rib chiqiladi va xarajatlarni qoplab berish yuzasidan qaror qabul qilinadi.